Ushavopsiz qo'lingizga ushavopsiz qo'lingizga asbob yarashib. Mani nimaga muzikay bilan o'sha Eminem yoki mana Lil Wayne o'shalar ko'proq, значит, siz haqiqiy reperlarni eshitaman degan narsa bu слишком. Haqiqiy reperlarni Judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. Bilat yoki bitta narsada qanday o'zi men bularni so'kmashim mumkin? Qanday mana aytinglar, qanday qilib bularni so'kmaslik mumkin mana okey. Bilat onalarini hepsin men e'tibor qilmadim boshiga. Ko'plab video qilganga hozir silishkim o'tkazyapti, olamdan tilim chiqibdi. Bilat qanday so'kmaslik mumkin aytinglar, qanday? Mana bu talpadan qolib ketgan eshakcha bilat to'ymas. Dinimsiz mana shunaqa narsalarni olib chiqadi. Bu bilmayman, buni bilat Hindistonga borib hindlarcha talpa taylash kerakmi? Yo bana urot, hech to'ymadi bu. Mana yoniga o'tgan xizalakcha bilat Eminem deyotgan yo bana urot. Bu faqat mana shunaqalar topib olib yuradi. Bilat tushunmayman-da men. Nimaga mana shunaqa narsalar qiladi bular? Nimaga? Hech kim indamaydi bularga. Agar hozir gapirib taylar, nimadir qilib qo'ysa, bizlarni ushlaydi. Kommentariy ochiq. Agar kommentimni kirib turib, ko'rib turib, ana shularni so'kib ketmagan, ko't bo'lib qolsa, tolga yozamiz, tolga so'kamiz bularni.